o'g'il farzandinglar Goloboy, trans yoki bir xezeli bo'lib katta bo'lishini xohlamasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Balki bu gaplarni oldin ham eshitgandirsizlar. Zotan mo'minga eslatma bering, eslatma berish foyda qiladi deyiladi islomda. Xo'p, birinchi o'rinda o'g'il farzandni hadeb o'pavermaydi. Asalim, shakarim, jonim bolam deb erkalatib, yuzdan ayniqsa onalarimiz labidan-ku vaqti o'pish kerak emas, o'pavermaydilar. Bu bolani yumshoq tabiat qilib qo'yadi. Ikkinchidan, bola kichkina bo'lganida onasini misol uchun ro'molini kiyib olishi mumkin yoki pomadasini bilmasdan surtishi mumkin yoki qanaqadir tufligini kiyishi mumkin. Xullas, ayollarni qanaqadir narsalarni ishlatsa, voy qiz bola bo'lganingda bir ham chiroyli qiz bo'larding, uchuq qilib erkalatmanglar. Qo'yib qo'y joyiga, tegma, sen erkaksan, o'g'il bolasan deb keskin gapirish kerak. Juda ham qattiq gapirish kerak. Xullas, keyin mana shu bolani, erkak kishini sen erkaksan, sen o'g'il bolasan, seni mas'uliyating bor deb shu erkakligini har bir qulog'iga quyib katta qilish kerak. Keyin imkon bo'lsa yosh bolalar, qiz bolalar bilan o'ynashiga ham ruxsat berish kerak emas. O'sha normalniy bu narsa kulgili tuyulishi mumkin. O'sha o'g'il bolaniki 4 yosh, 5 yoshdan qimirlashni boshlaydi. O'sha sekin-sekin qiziqib, misol uchun yumshoq tabiat bo'lib qolishi mumkin. Imkon qadar keyin ota tarbiyasini ko'rib katta bo'lish kerak. Bu narsalarni balki sizlar bilarsizlar, yana bir eslatma berib qo'ygim keldi. Chunki hozirgi taksida yuramiz. Assalomu alaykum, ismim falonchi, pistonchi, kosmetologman, parikmaxirman deyotganlarni ko'rib, nauzubillah, shu yurtda, shu vatanda shunaqa holat bo'layotganida ozgina odam mahzun bo'ladi, o'yga toladi. Internetda ham chiqishyapti, menga gul kelibdi, qo'limni so'rashyapti, tavba qildim, astag'firulloh. Lut qavmini yer yutgandek, biz hozir shu narsaga e'tibor bermasak, Xudo asrasin, bizni ham yer yutib ketmasin yana. Salomat bo'ling.